Xitoyda ziyoratda bo'lgan Germaniya tashqi ishlar ministri Annalena Baerbock 14 aprel juma kuni Xitoy tashqi ishlar ministri Qin Gang bilan o'tkazgan axborot yig'inida Uyg'urlar masalasidagi andishlarini o'ttirg'a qo'ygan. Germaniya taratqullarining xabar qilishicha, Baerbock xonim axborot yig'inida Germaniya Xitoyning Xinjiangdagi kishilik huquq andishlari bilan yuzlanishni umid qiladiganligini aytgan. Yig'inda Annalena Baerbock xonim Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquqi oliy komissarining o'tgan yili e'lon qilgan Xinjiang dokladini tilga olib, Xitoydan dokladagi tavsiyalarni ijro qilishni talab qilgan. Sharq Turkiston Ulamolar birligining muavin raisi Mahmudjon Damullam va bosh katibi ustoz Abdurazzoq O'chatdan tashkillangan bir hay'at Xitoyning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyatini islom dunyosida kun tartibga keltirish plani doirasida Malayziya va Indoneziyaga qilingan 15 kunlik ziyoratini oxirlashtirdi. Hay'at ziyaratining ikkinchi bekiti bo'lgan Qatar poytaxti Dohada Dunyo musulmon ulamolar birligi bosh katibi Doktor Ali Qardag'i Payg'ambar alayhissalomga yordam berish jamiyatining bosh katibi Muhammad As-Sag'ir, Qatardagi nopozliq gazetlardan Ash-Shuruq gazetining bosh muharriri ustoz Jabiril Maharil Harami qatorliq kishilar bilan ko'rishdi. Xitoy hukumati Uyg'urlarga oid uchurlarni chet eldagi tashkilotlar bilan o'rtoqlashgan fuqarolarni qattiq jazolaganligi, bu kishilarning jasuslik qarshi turish qonuni bo'yicha javobgarlikka tortilganligi oshkorlandi. Janubiy Xitoy Atiganlik pochta gazetining xabar qilishicha, Xitoy Markaziy siyosiy qonun komiteti 14 aprel o'zining to'rida chet el ommaviy tashkilotlar bilan Uyg'urlarga doir uchurlarni o'rtoqlashib qo'lga olingan va jasuslik bilan ayblanib jazolangan 6 deloni e'lon qilgan. Xitoy Markaziy siyosiy qonun komitetining uqtirishi Xitoyning 15 aprel davlat bexatarlik ta'lim-tarbiya kuni munosabati bilan e'lon qilingan. Xitoy Savdo ministrligining bir bayonotchisi Xitoy tarafining Amerikaning Rossiya bilan bo'lgan munosabatini bahona qilib, Xitoy shirkatlarini jazo tizimligi va alohida tashkillangan fuqarolar tizimligiga kirgizish harakatiga qat'iy qarshi turdi dedi va buning chegara hal qilgan adliya masalasiga kirdiganligini ta'kidladi. Xitoy prezidenti Xi Jinping juma kuni Beijing Braziliyalik mansabdoshi Lula da Silva bilan ko'rishgan. Xitoy Amerika va dollarning ta'sirini azaytish uchun xalq puli diplomatiyasi orqali davlatlarni majburlamoqda. Bu doiralarda radikal solchi Lula Silva boshchiligidagi Braziliyani Amerika dollaridan voz kechib, Xitoy puli qo'llanish kelishim imzolashga qoyil qildi. Amerika Avam palatasi Xitoy ishlar komitetining raisi Mike Gallagher Joe Biden hukumatini 3-Dunyo urushining oldini olish haqida ogohlantirdi. Mike Gallagher mundaq dedi: Amerika 2024-yil 1-oyda Tayvanda o'tkaziladigan prezident saylamidan ilgari Beijing bilan yuz berish ehtimoli bo'lgan qiziq to'qinishning eng chong xatar ko'znikiga duch keladi. Pakistan sudi Xitoy davlat neft va tabiiy gaz shirkatiga yerlik shirkat bilan imzolangan to'xtamga xiloflik qilganligi uchun $2,480,000 jarimani qo'ydi. Pakistan axborot agentligining xabariga qaraganda, Xitoy davlatlik neft shirkati Sinopec shu yerdagi xususiy neft charlash cheklash shirkati bilan imzolangan to'xtamga xiloflik qilgan deb ayblangan. Xalq sudchisi Said Muhammad Zaid Tirmizi Xitoyga $2,480,000 jarimani qo'ygan.